Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrli podpisчиклар. Bugun 7-may 2025-yil kuni sizlarga avtokredit bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tacakmiz. Ya'ni bu ma'lumotimiz navdan iborat bo'ladi. Yangilik bor. Avtokredit bo'yicha kredit foizlari arzonlagan va boshlang'ich to'lovsiz ko'p odam mashina so'ydadi. Boshlang'ich to'lovsiz notarius gai xarajatlaridan to'lagan holda bizlar o'zimiz qilib bergan holda sizlar avtokreditdan mashinalarni chiqarib bersak bo'ladi. Sizlar xohlagan turdagi mashinalarni bu haqida hozir to'liq ma'lumot beramiz, ya'ni shartlari bo'ladi. Shuning uchun hozir postimizga birdan like bosib, kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni bildirib o'taverasizlar. Lekin avtokredit masalasi bo'yicha faqatgina Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlaridan kelgan klientlarimizga chiqarib bersak bo'ladi 2018-yildan baland bo'lgan mashinalarni. Asal ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, xullas boshlang'ich to'lovsiz mashina olaman desangizda ofisimizga kelasizlar, 2018-yildan baland bo'lgan Liboy turdagi mashinani tanlaysizlar. Narxini kelishamiz, xullas. Keyin misol 2020-yil Cobalt kelishdik, 120 million so'm mexanikani kelishdik, misol aytsak bo'ladi. Keyin bankaga bordik. Sizlarga talab etadigan narsasi birinchi sizlarning oldlaringizda 2020-yildan baland bo'lgan, yili baland bo'lgan, eng kam 20-yil bo'lgan mashina bo'lishi kerak. Shu narsani zalogga qo'ygan holda siz olayotgan mashinadan tashqari yana bir o'zingizning oldingizdami, akangizning, opangizning, xullas yaqin oila a'zolaringizning nomidagi 20-yildan baland bo'lgan mashinani qo'shimcha ravishda zalog hisobida qo'ygan holda boshlang'ich to'lovsiz notarius gayalaridan bank o'z hisobidan to'lab bergan holda avtokredit olsangizlar bo'ladi. Keyin yana bir varianti, sizlar rasmiy daromadi ega yaqin bir do'stingiz, oila a'zongiz yoki o'zingiz misol shu 20-yil Cobaltni oldingizda oylik to'lovlari 5 million so'mdan chiqib turgan bo'lsa, 6,5 million so'm oylik oladigan, rasmiy daromad oladigan insonning adına ya kafil hisobida yoki bo'lmasa o'zingiz odam bo'lsa, shu kafil bo'lib turib o'zlaringiz rasmiy daromad ega bo'lsangizlar, boshlang'ich to'lovsiz faqatgina bankni baholash xarajatlarini, keyin notarius gai xarajatlarini to'lagan holda 2018-yildan boshlab Liboy turdagi mashinani boshlang'ich to'lovsiz olib bilasizlar. Lekin yana bir narsani aytib o'tishim kerak shu yerda. Boshlang'ich to'lovsiz olgan vaqtlaringizda oylik to'lovlari bilasizlar, kredit summa ko'p bo'lganligi sababli qimmatroq chiqib ketadi. Shuni hisobini olishdan oldin o'zlaringiz hisob-kitob etib ko'rib, ma'qul keladigan bo'lsa olishlaringizni tavsiya beramiz. Biz hozir bu variantni yangilik bo'lgani uchun aytib turibmiz. Buni olish hech kimga majburiy yo boshqa narsa emas. Kimgadir shu variant ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol salonimizga kelib turib, xohlasangizlar Cobalt, Istami, Gentrami, Nexus'mi, Spark'mi, Malibu'mi, xullas xohlagan turdagi mashinani shu variant asosida xarid etib olsangizlar bo'ladi. Yillik foiz stavkasi 20% dan bo'ladi. Boshlang'ich to'lovsiz oladigan bo'lsangizlar, keyin boshlang'ich to'lov bilan oladigan bo'lsangizlar, boshlang'ichi 10%, 20% to'lov stavkasi bor. Keyin yilligi 23.99, 24.99% dan 5 yilgacha kredit rasmiylashtirib olsangizlar bo'ladi. Ya'ni hozir aytib turgan grafiklarim Kapital Bank grafiklari va boshqa sizlar xohlagan bank orqali avtokreditga chiqarib beraveramiz. Keyin va bizning avtosel salonimizga kelsangizlar, manzilimiz endi ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Manzilimiz shu Urganch Gullan yo'lida Sputnik svetoforning yonida joylashgan. Bizda shu variantlar avtokredit, naqd savdo, keyin sizlar eski mashinalaringizni yangisiga almashtirib berasiz, ya'ni barter varianti. Keyin ayrim mashinalarimizda nasiya savdo variantimiz ham bor. Ayrim mashinalarimizda shu yerga e'tibor beringlar, hammasini emas. Misol, uni nechta bo'ladi? Nasiya savdoning tartibi 110 millionlik mashina. 110 millionlik mashina sizlardan kamida shu 40-50% pulni berishingiz kerak. Misol 40 million so'm berdingiz deb hisoblaylik. 110 millionlik mashina, eldan 40 million so'm pul berdingiz. Qolganini nasiya savdoning ko'pchilik sistemasini tushunadi, ko'pchilik tushunmaydi. Наличие pula 110 millionlik mashinani sizlarga 1 yilga, misol 12 oy davomida siz 120 million so'm to'lashingiz mumkin yoki 125 million so'm to'lashingiz mumkin. Uni endi
egələrini özləri bilan gəlişlərinizə qarab turib narx aytıladi. Neçə ay başlanğıc to'loviniz, xullas shu vaziyatdan kelib chiqib narx aytıladi və nasiya savdo varianti asosida mashinalarimizni xarid eta olsangiz bo'ladi. Hozir yana данный momentda Nexus avtomatımız bu 18-ci il nasiya savdo 40 milyon bilan chiqadi. Keyin Cobalt avtomatımız bor. Kamida 50 milyon so'm bilan prямо egələrini o'zi bilan gəlişib, bank xarajatlarini aralashtirmagan holda, sug'urta xarajatlarini aralashtirmagan holda nasiya savdo varianti asosida xarid eta olsangiz bo'ladi. Keyin yana bir variantimiz bor. Misol siz mashina alasiz, 30, 40, 50 milyon so'm pulingiz, bir oy, yarım ay, 15-20 güne gəladigan pulunuz bor. Shu pulunuz yetmaydi tutdi. Misol bizning salonimizga kelasizda, narxini kelishamiz. Keyin ana 15-20 gün bir oygacha durib borish variantimiz ham bor. Esa qiziquvchilar bo'lsa, bemalol salonimizga kelaverasizlar. Avtokredit bo'yicha yangiliklarni aytib o'tdik. Shundan zo'r yangiliklarni, keyin boshqa narsalardan boxabar aytib turamiz sizlarni. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, bizdan podpисчик tursangizlar. Shundan yangiliklarni, zo'r aksiyalarni, zo'r narxdagi mashinalarni chiqarib borishga harakat etamiz. Hammalaringizni kutib qolamiz. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Videomuza like bosib qo'yish esdan chiqmasin.